Alhamdulillah. Alhamdulillah shu kunga yetkazgan Robbimga ham sanolar bo'lsin. Nursulton Ro'ziboyev UFC bayrog'i ostida 5-jangni o'tkazib, 4-g'alabasini qo'lga kiritdi. Keling jang qay tarzda kechganini birgalikda ko'rib chiqamiz. Jang boshida Nursulton raqibga hurmat yuzasidan qo'l cho'zdi, ammo raqib javob qaytarmay nohurmatlik qildi. Birinchi raundda Nursulton kuchli bo'g'ish ustiga tushib qoldi va mana shu holatda uni taslim bo'ladi deb ko'pchilik muxlislar qo'rqib turishgan bo'lsa kerak. Ammo Nursulton matonat ko'rsatib, raqibni ostidan chiqib ketdi va parterda uni nazorat ostida olib raundni yakunladi. Raqibning bazasi kurash bo'lgani uchun parterga jang qilishga harakat qilardi. Ammo Nursulton stoykada ko'plab zarbalar berib, unga imkon bermadi. Ikkinchi raundda tepilgan mana bu aylanma zarba raqibni jang boshida qilgan nohurmatligiga javob bo'ldi. Nursulton parterda ustunlik qilgan vaqtda ham ko'plab zarbalar berardi va jangni nokaut bilan to'xtatmoqchi edi. Ammo raqib Nursulton o'ylagandan ko'ra ancha yaxshi jang ko'rsatdi. Do'stlar, ushbu jang haqida fikringiz qanday? Kommentariyaga yozib qoldiring.